Pellesosimiz Samsung 1300 wattlik. Torch yaxshi emas ekan. Motorini o'zi ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rish mumkin, yakrini mis plastinalari qoraygan. Odatda yakirda obmotkasini orasida cho'lg'amlar bir-biriga zamkani berib qolsa, ya'ni mejvitga zamkani berganda shunday holat kuzatiladi va katta uchqun chiqadi. Bunday holatda yangi motor qo'yib yuborgan ma'qul. Hozir ishlatib ko'ramiz. Odatda buni shotkasi kalta bo'lib qolsa ham yaxshi kontakt bo'lmasligi natijasida ham bo'lardi. Hozir ko'ramiz uni shotkasida zapas bormi, yo'qmi. Ko'rish mumkin, shotkasida anchagina zapas bor. Keyingi videomda yakirimizni kuygan-kuymaganini qanday tekshirish haqida video olaman. Obuna bo'ling, videolarni kuzatib boring.